Film voqealari Janubiy Koreya poytaxtida sodir bo'ladi. Ikkita kisovur katta skladda turgan ichida qimmatbaho zargarlik buyumlari bo'lgan konteynerni ochib, endi boyib ketamiz, odamlarni tanimay qolamiz deya Chingizdek orzu qilishayotganda, yo'q joydan qayerdandir pishak chiqib keladi va o'g'irlardan biriga sakrab, uni tirnab oladi. Van oldiniga yaraga e'tibor qilmasdan sumkasini qimmatbaho soatlar bilan to'ldiradi. Oradan ko'p o'tmasdan virus uning tanasini butunlay egallab oladi va Van ongsizlana boshlaydi. Sherigi Vanni chaqirib ketishlari kerakligini aytadi, biroq allaqachon qonsirashni boshlagan erkak shartta bo'ynidan oladi va sevishganlarday achomlashib, cho'milib chiqqani ketishadi. Ertasi kuni tongda uyg'ongan Van endilikda yarim odam, yarim zombiga aylangan edi. Suvda sog'otib ketgan chalazambaq quruqlikka chiqib, sekingina shahar markaziga yo'l oladi. Ko'p o'tmay shaharda cho'chqa go'shini xomligicha paqqos tushirayotgan odam paydo bo'ladi. Buni qarangki, bu kimsan Vanning o'zginasi edi. Atrofdagilarga esa faqat like kerak edi. Odamlar ko'payishni boshlagach qo'rqib ketgan Van u yerdan qochib ketib ko'zdan g'oyib bo'ladi. Quyoshda toblanib turgan Vanni sal qolsa suv tashuvchisi bosib ketay deydi. Yukchining ortidan poylab borgan Van yuk tashuvchisi uni sezmay qolishiga harakat qiladi va imkon bo'lishi bilan bir sakrab bo'ynidan cho'lpillatib oladi. Odam qonidan tatib ko'rgan Van endi butunlaycha zombiga aylanadi. Ayni shu damdan boshlab qonli qatlon boshlanib ketadi va virus bino ichida yashin tezligida tarqala boshladi. Van tishlagan kimsa borki, baqamiyaga aylana boshladi. Arenda puli uchun kelgan bino egasi bu holatni ko'rib, qorovullarga buni to'xtatishni buyuradi. Biroq qonga tashna zombilar uchun ikkita qorovul nima bo'pti? Ular ham tezdagina tushlikka aylanishadi. Ado bo'lganligini tushungan ayol pastdagi qorovulga ratsiya orqali barcha eshiklarni qulflashni buyuradi. Qorovul eshiklarni qulflashi bilan uning ortida zombilar talpasi paydo bo'ladi va davramizga qo'shil yigitcha deganday uni ham tishlab, uni ham o'zlaridan biriga aylantirishadi. Bu vaqtda bino egasi va qolganlar baqamiyalardan qochishayotgan edi. Suratga olish xonasi yonidan o'tisharkan o'sha yerda yashirinishga qaror qilishadi. Bu shu ofis egasi Inji. Madam An ofisga kirishi bilan kuzatuv kamerasi Vanning sovuq turqini ko'rsatadi va dahshat bilan aynan shu turqinga ittepkur binodagi barchani tishlab virusni yuqtirganligini aytib beradi. Barcha bu holatda nima qilish kerakligini muhokama qilishayotgan vaqtda Inji bundan juda xursand bo'ladi. Bu ajoyib kadrlarni suratga olish uchun imkoniyat edi. Agar u barcha baqamiyalarni suratga ola olsa, bu haqiqiy sensatsiya bo'lardi. Inji barchani o'zi bilan olib ketadi. Biroq ular bilan ichkarida bo'lgan qorovul ham zararlanganligidan bexabar qolishadi. Guruh sekin-asta zinadan pastga tushib, zombilar bayram qilayotgan qavatga kelishadi. U yerda baqamiyalar yubiley qilishayotgandi. Buni ko'rgan odamlar pamperslarni to'ldirib yuborishadi. Inji telefonini olib suratga olishga tayyor bo'lib turganida kutilmaganda oldilarida zombi paydo bo'ladi. Baqir-chaqir ovozi boshqa zombilarning ham e'tiborini tortadi va ular ham toza go'shtdan qolmay deya ular tomon yugurishadi. Xayriyatki Hyonsok qolganlar ham yetib kelmasdan oldin eshikni yopib, bir o'limdan qolishlariga sabab bo'ladi. Ular tezda yuqoriga qochib chiqishadi. Minjon yordam chaqirish uchun telefondan foydalanmoqchi bo'ladi, biroq Inji faqatgina noyob kadrlarni suratga olish haqida o'ylardi. Ular tortishib turishganda Van ham yetib keladi va Hyonsok o'ylab o'tirmasdan uni qarshi oladi. Bu yigit kunfuni shifudan o'rgangan bo'lsa-da, zombiga aylangach kuchi oshib ketgan Vanning oldida uning priyomlari ish bermay qoladi. Hyonsokni bir amallagan Van qolganlarga tashlanmoqchi bo'ladi. O'lishdan qo'rqqan Inji xodimlardan birini Vanga podarka qilib yuboradi va u domboq bilan band bo'lib turgan vaqtda qolganlar qochib qolib ofisga kirib olishga ulgurishadi. Inji oyna ortida turib holatni suratga olishda davom etadi. Minjon o'z telefonini olib yordam chaqirishga urinadi, biroq An xonim uning bunday qilishiga imkon bermaydi. U binoning mavqeiga putur yetmasligi uchun bu haqda hech kimga aytmaslik kerak deb hisoblardi. To'qmiya o'zi bilan o'zi band bo'lib turganda yonadagilar ko'rganlardan dahshatga tushishadi. O'zidan qahramon yasagan chala BTS yana zombi bilan kurashib ketadi. Boshida hammasi yaxshi ketayotgandi, biroq Baqamiya ham anchadan beri kung-fuga qatnab kelgan ekan. Hyonsok qorovul bilan ovora bo'lib turganida turk sovuq Van ham yetib keladi. Qo'rquvdan o'lay degan latta esa bu safar Minjonni qurbon qilmoqchi bo'ladi. Ammo o'z vaqtida harakat qilgan Hyonsok qizni qutqarib qoladi va zombining qanday tushlik qilishini ko'rib turishadi. Bino ko'p o'tmay zombi fabrikasiga aylanadi. Qatga tupurma Baqamiyaning ustiga tushardi. Hyonsok Minjonni yashirish uchun omborxonaga olib keladi. Ular butun umr bu yerda qolisha olmasdi, shu sabab qochish yo'lini topishga qaror qilishadi. Yon atrofga qaragan yigit radio uskunasini topadi va bu yerdan qanday chiqish mumkinligi kallasiga keladi. Radioni ipga bog'lab pastga tushirgan yigit uni osib qo'yib, zambaqlarga hit qo'shiqlardan birini qo'yib beradi.
Buni eshitib, axir bu Chingiz-ku degan zombilar esa kumirlarni yaxshiroq eshitish uchun radio tagiga yetib kelishadi. Buni eshitib hatto o'lik zombi ham tirilib ketadi. Zombilar Chingizning ovozini o'chira olmay turishgan vaqtda Hyonsoq qiz bilan ofis tomon yuguradi. Biroq endi keldik deyishganda yana o'sha turq sovuq Vanga duch kelishadi. Hyonsoq yana kung-fudan dars o'ta boshlaydi. Minjon unga yordam bermoqchi bo'lganida uning ortida zombiga aylangan Inji paydo bo'ladi. U sekin qizga tegajonlik qilishni boshlaydi va shu onda qiz Hyonsoq unga o'rgatgan priyomni eslab qoladi va shilqimlarga o'lim shiori ostida suyg'oyoq zombini dabdala qiladi. Inji bilan hisoblashib bo'lgan qiz endi ustozi Hyonsoqqa yordam beradi. Bundan so'ng ofisga kirib olishadi, biroq endi yordam chaqirishmoqchi bo'lishganda telefonlarda aloqa yo'qligini ko'rishadi. Hatto damashnilar ham ishlamayotgan edi. Qutqaruv kuchlari kelmasligini tushungan Hyonsoq buni o'zimiz uddalashimiz kerak degan qarorga keladi. Bino zaliga chiqqan juftlik chiqish yo'lini izlab birin-ketin baqamiyalarni yer tishlatib qahramonlik ko'rsatishadi. Shuncha qonxo'rlar ikkita jipiriqqa tupurib ham zarar berisha olmaydi va ular holiroq joyga yetib kelishadi. Hyonsoq oldiniga zinadan tushib, bino podvaliga kirib olishni reja qiladi, biroq u yerda ham zombi borligini ko'rishgach, yana ortlariga qaytishadi. Tashqariga chiqishlari bilan yana eski qadrdonlari ularni quvlashga tushadi. Minjonni himoya qilish uchun Hyonsoq uni mashinaga qamab qo'yadi, o'zi esa zombilarni chalg'itishga kirishadi. Biroq qiz yashiringan mashina ham zombilar tomonidan o'rab olinadi. Urs-suruv vaqtida qiz tasodifan qo'shib qo'yaveradi va bu baqamiyalarning e'tiborini o'ziga tortadi. Hyonsoq esa sodiq fanatlarning tagidan chiqa olmayotgan edi va endi o'ldim deb turganida qo'lida o't o'chirgich bilan paydo bo'lgan Minjon hammasini yanasini ko'rsatadi. Qiz qahramonini zombilardan qutqardi. Bundan so'ng ikkovlashib yer osti parkovkasiga yetib kelishadi, ammo turq tarovatinga uray Van yana qayerdandir paydo bo'ladi. Bu tvar oldingidan ancha kuchliroq bo'lib qolganligi sabab Hyonsoq va Minjonlar birlashib bor kuchlari bilan unga qarshilik qilishni boshlashadi. Oxir-oqibat qo'liga bitani olgan Hyonsoq Vanning boshiga bir urib uni mazasini qochiradi va nihoyat uni o'ldirishadi. Juftlik endi yengil tortishgandi, hamki An xonim qatlardandir sudralib yetib keladi. Qizchasini qutqarishga harakat qilgan yigit tasodifan An xonimga tishlatib oladi. Qahrotiga mingan Minjon bita bilan uni ham urib asfala sofiniga jo'natadi. Tishlatib olgan Hyonsoq vaqti oz qolganligini tushunadi va yuragidagi borini ochib sochadi. Sevishganlar so'nggi bor vidolashganlardan so'ng yigit qizga bu yerdan tezroq tuyog'ini shiqillatgani yaxshiligini aytadi va endi bir necha qadam tashlashganda hamki Hyonsoqning ishtoniga osilib turgan protezlarni ko'rib qolishadi. Ma'lum bo'lishicha, An xonim Hyonsoqni tishlash u yoqda tursin, hatto paypog'ini ham tesha olmagan ekan. Yigit bahonada qizga sevgi izhor qilib oldi. Oxir-oqibat juftlik binodan chiqib olishni uddalashadi. Tamom.